Yo, assalomu alaykum hammaga. Solo level Orais muxlislari, sizlar bilan Orais X. Bugungi mavzuyimiz nima, azizlar? Bugungi mavzuyimizda biz sizlar bilan artefakt, yadro va qolgan boshqa ma'lumotlarni berib boraman. Ya'ni nimalarni tushuntirmadim sizlarga, qaysi joylari qolib ketdi. Hozir hammasini bahurja tushuntirib beramiz. Qahramon orqali nima deyapti? Fon gitdi. Kimga baho berib qo'yasizlar, yangi shirdikcha maqtab qo'yish kerak-ku. Mayli, azizlar, asosiy mavzuyimizga o'tamiz. Yana o'sha menyumizga kirib olamiz. O'tgan safar nimalar tanishtirmagan edim sizlarga. Xo'p. Eng avvalo boshlaymiz. Biz mana Bitva Narodovni bilmaganlar uchun yana qisqa tushuntirib ketaman. Bu yerda kurashib turib biz titul olsak bo'lar ekan, azizlar. Men endi o'rgandim. Uning uchun qanday qatnashamiz? Qanday sabrat komandani bosasizlar, o'zingni komandalarni yig'asizlar va mashta yig'ib bo'lganingizdan keyin kemakka qilib turib, bunaqa kuponlarni bo'lish kerak uni. Har kuni 3 tadan berib boradi sizlarga. Mana kuchlang yetganiga bosasizlar. Masalan, aytaylik, men qanday kuchim necha ekan? 63 mingmi? 63 ming bilan hech qachon 1 million, 2 millionga tashamanglar. Yo'q qorishadi. Hozir bittasiga o'tkazib beraman. Xo'p, o'zim teng qo'l daji yo'q ekan ham dedi. 214 ming ekan, 300 ming. Mana, video uchun tushuntirib beraman, qaranglar. Kirdik, tanladik. Artefaktlarga hozir o'tamiz. Nima qilmaysizlar? Hozir hammasini tushuntirib beraman. Qaranglar. Kirdik. Ancha yutqizaman. Shu 1 millionga tashladim. Animatsiyani ko'rib qo'yasizlar. Gap yo'q. Bu bizning tilda lobby, birga bir urushish. Ya'ni shu yerda missiyalar bajarsalaring juda qiziqarli narsa. Chunki u titul beradi. Keyin mayta aftasi bor. Mana ruchnoy tevada ko'ryapsizlar, esyapman. Xohlasalang o'zlaring boshqarsalang bo'ladi. Xohlasalang robot boshqarsa bo'ladi. Hozir men aftaga o'zim boshqaryapman. Yutishga harakat qilaman, lekin o, manikilar ham qattiq ekan. Bular nimaga yordam beradi? Bular hammasi kuch uchun bafga, nimaga? Bu usilenga, ya'ni qahramonni mahkam qilish uchun yordam beradi. Yo, yutalmas ekanman, o'g'lar. 1 million va 1 million. Oxirigacha kurashamiz. Har bittasini o'ziga vazifasi bor. Bu kartochkalarga alohida tema qilamiz yana. Bu ham kattaroq ansilardan. Yengil video uchun sizlarga video olib tushuntirib berish uchun qildim buni. Ko'ryapsizlar, 3-3. Amas biroriga bitta bo'y tomosha qilinglar o'rtadagini. Vashchi chiroyli ishlash. Gap yo'q. Ochko. Giroylar tushirsa ham bo'ladi. Masalan, yetarli ochko bo'ladigan bo'lsa, men ezdirib giroylarni qahramonlarga ham tushirsa ham bo'lardi. Oho, mana ata yutish ehtimolim bor ekan. Harakat qilamiz. Kommentda qo'llab-quvvatlab olasizlar. Obuna bo'lish isdan chiqib qolmasin. Sizlar har bitta obunachilaring menga juda muhim. Nahotki yutdik atak. Gap yo'q. Bu nimani nisbatiga, ya'ni artefaktlar, nimalar hammasi to'g'ri yig'ilganiga. Sizlarga tushuntiraman. Nimagaligi bu? Yutdik. Yutdi voy. Atak, gap yo'q. Qaranglar, necha million yutdik emas. Sizlar o'zingizdan. Qaranglar. 546 ming. Men qaranglar endi necha ming bilan. 546 mingda 63 ming bilan. Qisqib qo'yinglar, qarochi. Qanaqa bloger bilan deydi-yu. Shuning ya hazillashyapman, maqtanish emas. Omad kelib qolgan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, endi nimaga? Xo'p, kirib o'tganlaringda qaranglar, nima beradi qaranglar. Mana shu yerda masalan o'tdi deylik. Mana yerda har xil sizlarga material beradi. Bu material juda kerak. Xo'p. Aytaylik, yutdilaringlar, mana yerda yutqizganim ham bor, aytdim-ku. O'shuncha qiziqib qoldi, omad kelib qoldi. Kirganlaringda qaranglar. Mana yerda rating degan joyi bor. Ko'rdinglarmi ratingni? Mana shu bosganda yoniga o'tsalar ham titul beradi. Aytaylik, top 10 talik kirsalaring 10%. Bu degani top 1000 talik. 1000 talik kirsalaring mana shu titul beradi, legendarni. Top 3000 talikka mana shu 50 ming, ya'ni 5000 talikka shu va 10000 talikka kirsalaring shu. Hozir 10000 talikdaman. Qaranglar, 50 5000 talikka kirish uchun bu yerda 1 million, 2 million bayo urinlaring bo'lishi kerak.
uni ham oz tushuntiraman. Ko'p oz sizlarda miyalaringdan ko'p sizlar bilmaydigan so'zlar aytayotganga o'xshayapman. Hozir hammasini tushunib olasizlar. Ha degan savollar juda ko'p bo'ladi. Tushunish uchun sizlarga yengil nima qilyapman. Va keyin har kelganingizda sizlarga bunaqa quest keladi, kalit keladigan quest keladi, doim olinglar. 5000 ga sizlarga kupon beradi va 80 ga doim olinglar, chunki bu kalit bizga juda kerak bo'lgan narsa. Xo'p, biz joyimizga qaytamiz, asosiy joyimizga. Xo'p, uni tushundilaring, mana tushuntirdim. Historia bayov mana ishda ko'rsalar ham bo'ladi, kimga yeb qo'ydilaring, kim yutyapti, shunaqa. Xo'p, bu yerdan chiqamiz. Bafurcha tushuntirib berdim. Mana endi rejimda to'liq tushuntirib berdim sizlarga. Savollar ichimda qolmadi degan bittaman. Agar savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga kirib yozinglar. Men sizlarga albatta javob beraman qo'limdan kelganicha. Va ozgina reklamam bor. Shuni iltimoslik bilan tinglashlaringizni so'rab qolaman. Assalomu alaykum hammaga, Orais X muxlislari. Xabarlaring bor. Gildiya to'g'risida bir videolarni tanishtirganman va o'zim gildiya ochdim. Kimning gildiyasi yo'q bo'lsa yoki o'zbek gildiyasida ekanlar bo'lsa, bemalol kanalimga marhamat qilishlaring mumkin. Gildiyaga qanday qo'shilishni hozir o'rgataman, ya'ni kiramiz. Xohlasalaring mana shu personaj yoniga borib kirsalaring bo'ladi. Gildiya degan joyga ezib kirsalaring bo'ladi. Xohlasalaring mana bu uslub bor, ya'ni menyuga kiramiz. Mana shu yerdan tevada gildiyani bosamiz. Va mana shu yerdan kirsak o'qib, kirish uslubimiz qanaqa? Hop, informatsiya. Gildiyani o'zimman, yangi ochilgan akkaunt, bemalol kirishlaring mumkin. Hop. Kirish uslubi qanaqa? Kirish uslubi hozir men bu akkauntdan ko'rsata olmayman. Hop. Ezasizlar gildiya degan joyga ezganlaringdan keyin sizlarda ikkita yo'nalish chiqadi. Boya videomda aytganman. Bitta qirg'inchilik, bitta ya'ni ochish uslubi, bitta kirish uslubi. Ya'ni orqadagi videolarimni, ko'rgan videolarimni ko'rsalaring, kirish uslubi tushuntirilgan. Ana shu yerda vstupich gildiya degan joyi bor, ya'ni o'sha joyda ezib kirganlaringdan keyin tevaga mana shu nikimi, ya'ni Orais X ni tevada ko'rganlaring bo'lsa, mana shu Orais X Team degan gildiyani bossalaring, meni klanim kelib chiqish kerak. Mana yozib qo'yganman, Orais X Team ochiq, bemalol kirib ko'rishim mumkin. Juda bag'oyatda xursand bo'laman. Birgalikda hamma muammolarni, qanaqa savollar bo'lsa, birgalikda javob va qanday maslahatlar bo'lsa, o'zim berib boraman. Eshitganlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Endi qaranglar, Sonjunga o'tamiz va endi mana sizlar bilan bafurja gaplashamiz. Sonjunni qanday kuchaytirish kerak? Qaranglar, boshlang'ichdagidek Sonjunda 100 balli sistema deydigan bo'lsak, mana bu joyda ko'pchilik qiynaladi. Nimani qachat qilish kerak, nimani kuchaytirish kerak, qiynalyapman, shunga yordam bering deganlarga qaranglar. 100% li sistemada 60% ni faqat kuchga bag'ishlaymiz. Ya'ni 60% kuchga, bularga 20%, ya'ni 20% uchalasiga bo'lib yuboringlar. Chunki bu uchalasi kerak emas bizga. Sizlarga aniq nima qilaman, ishonch bilan aytishim mumkin, kerak emas. Sababi tushunib olasizlar, hozir videomda artefaktlar tushirgan tushunib olasizlar, tushuntirib ketaman. Xo'p. Ya'ni 60% ni bunga beramiz, 20% ni mana shu uchalasiga bo'lib olamiz va qolgan 20% ni bunga beramiz. Ya'ni aytaylik, menda hozir 30 ta ballim bo'lsa, qaranglar. 10 ni bunga beraman, 15 ni bunga beraman, 10 ni bunga beraman tipa. Mana qolganini bo'lib yuboraman ularga. Mana shunaqa sistemada ishlasalaring zo'r bo'ladi. Zo'r, chunki kuchlaringdan ko'payadi va nimalaringdan ko'payadi va qaranglar, ularni ochish uslubi qanday? Shularga javob kerak desalar, mana nima sizda ko'p, bizda kam deganlar uchun boya sizlarga aytdimki, materiallar nimaga kerak. Endi shularni tanishtiraman, qaranglar. Kirdilaring Sonjunga bizga yangi formula qo'shiladi. 18-bo'limgacha o'tganlaringgacha sizga degan yozuv chiqadi. Yo'g'on o'tib o'rganlaringdan keyin mana shu bosganlaringda qaranglar. Birinchisi mana shular, geroy runlar, shunga yordam beradi, qaranglar. Prosto men ikkitasini ochib ko'rsatib beraman. Mana bitta bosganlaringda sizlarga mana ko'rlaringlar, menga o'sha berdi. Shuni o'tganlaringda sizlarga mana shu yo'q joylaring ochiladi. Nimalaring yo'q bo'lsa, mana yo'q edi, mana hozir ochildi. Tushundilaringlar? Ya'ni bularni ochish uchun biz silganiga kirib mana shu joylardan o'tishimiz kerak. Va buni har xil uslubi bor. Masalan, aytaylik, qisqa tushunarli bo'lish uchun masalan, bunaqa narsangiz bor edi, sizda ikkita tushib qoldi deylik. Bundan borda menda уже tushgan, ya'ni ikki marta tushib qoldi.
legendarka tushirish uslubi, ya'ni undan keyingi pog'ona, sal balandroq pog'ona tushirish, mana shu uchalasini tanlaysizlar mana. Uje bu yana 2 marta tushgan bo'lish kerak. Bosganlaringda sizlar chiqsalaring 45%. Ko'rdinglarmi? Bermasligi mumkin, chunki protsenti kam. Yana bitta qilib ko'rsatamiz, mana hali ko'p. Berib qolar. Yo'q, bunisidan ham bermadi. Berib qolsa, ama zo'r bo'ladi. Berdi, ko'rdinglarmi? Menda bu yo'q edi. Bu haligidan kuchliroq. Bu menda yo'q edi, adashmasam, qarang. Ko'rdinglarmi? Bu bunga nisbatan kuchliroq. Uronni qaranglar mana. 1450, bu 1383. Ko'ryapsizlar, farqi katta. Va undan ham pog'onasi kuchligi bor mana bu. Endi bunga bunaqadan, hali mana shunaqalarni ikkita bo'lish kerak. Yana bu bor, yana bir marta tushgan bo'lish kerak. Va qancha yuqorilagan sari protsent kamayaveradi. Shuni inobatga olinglar. Biz bu temani tushundilaring. Ya'ni bu yerda qanday qilib mana shu yoq olish kerak hammasini. Endi pastiga savol, pastigini qana ochamiz degan, nimaga sizda ko'p ochilgan savol. Syujetga o'tamiz. Arais muxlislari syujetga o'tsalar hammasi sekin-sekin pog'ona ochiladi va bularni ochish uchun esa mo'lada olish kerak. Buni eski videolarni aytganman. Ko'rmaganlar uchun ko'ringlar, videolarni like bosinglar, podpiska bosinglar, esdan chiqib qolmasin. Hamma bundan boshlaydi, keyin bunga o'tasizlar. Har bittasi o'tish uchun o'zini missiyasini bajarish kerak. Masalan, bunga o'tish uchun qaranglar, syujetda 6-bo'limi, keyin уровеньlaring, mana ya'ni mana уровеньlaring 65 bo'lsa, menda 15 bo'lish kerak. Har spetsialistdan o'zgartirilganda sizga kuch beradi. Masalan, 10 yetganlaringda uje sizlar chain bilan va sizlarga mana shu bo'lim ochiladi. Mana shu bo'limlar ochiladi. Uje mana shu munisiga o'taman hozir. Men mondaman. Kim mana shu kiyimni oladigan bo'lsa, qaranglar, 55 ta bayvo o'yinga ishlaring kerak. Ya'ni mana uni 55 bo'lishlari kerak va 70 ming uronlaring bo'lishi kerak. U 70 ming nima degani? Boya ko'rsatgan bo'lsam, keyin tushuntirib beraman sizlarga. Bayvo уровень degani bu 70 ming. O'shanda keyin tushunib olasizlar. Bunga esa 60-uровень kerak, glavadan uje 15-bo'limga o'tish kerak. O'shani syujetga o'tamiz va syujetga o'tish uchun men sizga chotki hamma yo'qni tushuntirib beraman. Qisqacha va lo'nda tushuntirdim. Qisqa va qisqa hammasiga to'liq keyin to'xtalamiz. Xo'p, keyingi masala xo'p, bunda qoldik. Buni qanday olsak bo'ladi degan savolga qaranglar. Yana xuddi shunga qaranglar. Bunga buna material, bu materiallarni hammasini mana shu yerdan olsalaring bo'ladi. Mana. Bu haligina materialni tushirganimiz mana. Ko'rdinglarmi? Va bunisi haligi joydan materiallar. Endi xuddi shuni tushirish uchun qaranglar. Men kiraman yana slenyaga. Va mana shuni bosib, ikkitasini pokazlash qilib ko'rsatib beraman, ikki donasini. Mana bosganlaringda bizga yangi nima beradi. Ko'rdinglarmi? Bular menda yo'q edi. Jimga kirsalaring, o'sha mana paydo bo'lib qoladi. Ko'rdinglarmi? Bu yo'q edi menda hozir. Ikkita edi, 3 ta bor. Ya'ni shu yerdan bu ham уровеньga, ya'ni kuchimizga juda zo'r bufflar beradi. Shu yerdan ochib bemalol kuchaysangiz bo'ladi. Qaranglar. Buni ochish uchun bizga monarx chingi, ya'ni monarx kerak. Mana bu kerak. Ko'rasizlar, hozir buni ochsam, menda o'sha mana bu ochiladi. Ko'ringchi. Shuning uchun hozir diqqat bilan eshitinglar, videoni ko'ringlar va hozir sekin-sekin hammasiga yetib kelamiz. Buni tushundilaring, bu samochvetlarga alohida qaytaman. Bu juda katta mavzu va buni ham keyinchalik tushuntirib beraman sizlarga nimaligini. Bular katta mavzular. Xo'p. Endi yana so'nchiga qaytadigan bo'lsak, Arushaga o'tgan safar sal noto'g'ri informatsiya, ya'ni bilmagandim, endi hozir bilaman. Arushani 120 gacha qachat qilsalaring bo'laveradi. 120 oxirgi levelimiz 120. Sabab mana ko'rsatib qo'ygan mayda 120. Materiallar yetarli bo'lsa, mana shundan 6 ta, mana shundan 12 ta bo'ladigan bo'lsa, sizlar bemalol 120 gacha qilsalaring bo'laveradi. Hozircha men 100 qilganman, 100 qilishni uslubini ko'rsatib qo'yaman, qaranglar bitta. Xo'p, buni tushuntirganman, eslaringda bor, ya'ni точность, ya'ni aniqligini mana shu yerdan ochilasizlar. Ya'ni har bitta tushirganda pastini qachat qilish esdan chiqmasin. Mana uje qaranglar, men почти fulka qilib qo'ydim. Xo'p, qanday qilamiz? Mana shu level upni bosamiz. Qaranglar. Avtomobilni bossangiz 180 ga o'tish funksiyasi bor. Keyin mana bu yerdan qaranglar. Mana shu materialdan 14 ta kerak. Hamma ko'ryapsizlarmi? Bunaqa materiallarni hammasi quest postlar ichida bor. Bemalol video to'xtatib ko'rib, bunga bunaqa ekan, bunga bunaqa ekan, qilib ko'rsalaring bo'ladi. Xo'p. Bosib tushuntiryapman, qaranglar mana. Bosganingda uje mana 80 ga chiqdi. Ko'rdingizmi? Oson. Bu даже уровень ham berdi. Mana. Keyingisiga yana xuddi shunaqa qilib o'tiladi. Ya'ni endi sposobnostga yana nimaga materiallar kerak? Qaranglar, agar
boya bunga aytdik-ku, nimaga o'tishimiz kerak hali. Bizga mana bu material juda kerak. Hozir tushirganman men. Keyin mo'la juda kerak bo'ladi. Sabab mana shuni kuchaytirganimizda qaranglar. Aslida 7 mana shu ko'rlaymi? 10-o'ringacha olib chiqmoqchi bo'lsam, mana shu kerak, materiallar kerak. Masalan, hozir 4 da mana. 4 da bo'lsam qaranglar. 5 ga bu material 2 ta kerak. Ko'payyapti va yana ko'payyapti. Ko'rdingmi? Yana 7 ga 8 gacha olib chiqib olmoqchi bo'lsam, mana shu kuchaygan material kerak. Bitta olib chiqsam, ya'ni bizning qurolimiz kuchayadi. Yana ham kuchayadi. Qarang, 1940 o'rin. Hozir men uni tushuntirib beraman. 720 o'rin, qarang, 736 ga chiqadi deyapti. Bu ya'ni bo'sat urayotganimizda juda zo'r buff, ya'ni kuchni beradi bizga. Xo'p, qurollarni ham tushuntirgan degan umiddaman. Kimga qaysi qurol yoqsa, maslahatim faqat mana shu qizillarni olib chiqinglar. Chunki qizillar juda zo'r o'rin beradi. Bularni aliga kerak bo'lmasa, qaranglar, o'rgatib qo'yaman. Masalan, mo'la kerak emas degan bo'lsalaring, qaranglar. Utilizatsiya degan joyi bor. Shuni bosasizlar va kerak emas materialni выбрать все degan hammasini tanlash bosasizlar. Mana shu yerdan qaranglar. Охотник ikkalasi va mana shu. Mana shu ikkalasi SSRKlar chiqsin, ezmanglar, chunki bular qizillar juda kerak bo'ladi. Bular kerak emas ikkalasi. Bosasizlar, sizga material beradi. Mana bu material shu qurolni kuchaytirish uchun, bunisi magazindan naslni olish uchun. Ularga ham alohida to'xtalamiz, ko'rdinglarmi? Shundan qilib yo'qotvorsalar ham bo'ladi. Faqat shularni o'zi yetadi sizlarga. Chunki qizilni o'zi yetib ortadi. Xo'p, qurollarni bafurcha tushuntirib berdim. Xo'p, endi yana bitta mavzu, qahramonlarga qaytamiz. Qahramonlarga qisqacha tushuntirish beraman sizlarga. Qaranglar, qahramonlarni ham xuddi shunaqa qaranglar. Sonjino nechagacha bo'lsa bu chiqadi, 65, 65 gacha qilib qo'yaman. Qaranglar. Bu alohida o'rin beradi va bu ham bor, eslanglar bor. Oxirgi o'rinni 5, birinchida 5 degani, qizil oxiri mutlaqo kuchli bo'ladi va buni ham haligi qurollarga o'xshab olib chiqsalaring bo'ladi. O'shaning uchun bunaqa yana tushib qolsa, bemalol magazin ezib tursalar o'z maytda paydo bo'ladi. Masalan, bittasini ko'rsatib beraman. Mana. Masalan, buni yana tushirganman, mana shu qilsalaring kuch ko'payadi. Mana qahramonimiz ya'ni kuchayadi. Gap yo'q, prosta. Xo'p. Keyingilar nima? Bu tarafi nima? Bu tarafi urush kuchlari. Ya'ni xuddi shunaqa materiallar kerak. Ya'ni aytayapman, bu juda kerakli material. O'shaning uchun bunaqa materiallardan hushyor bo'linglar. Bu ultasi. Ultasini bitta obzor qilib bersam sizlarga, ultasi juda chiroyli ulta. Boy videoni ham ko'rsatganman. Mana biz qiziqgan, chayni hamma bilgan biladi. Kirsalaring qaranglar, uroni hozir 5000 ni, 5200 ga chiqadi, bitta apa chiqsin. Ko'rdingmi? Juda kerak. Mashdan bemalol olib chiqsalaring bo'ladi. Artefaklarga hozir to'xtalamiz. Katta mavzu bo'ladi. Gidroga ham keyin to'xtalamiz. Hozir mana shu joyni tushunib olgan umiddaman va ana shu kesalang qahramonlarga ham xuddi shunaqa kuchaytirish uslubi bor. Bularga ham oxiri 120. Mana eslang tutinglar, 120. Bemalol olib chiqsalaring bo'ladi. Qaranglar, уже men 6 marta tushirganman. Keyin aychisidan chiqibdi, bunaqa limiti bormi degan o'sha limiti bor. Ya'ni mana shundan 10 marta tushirsalaring bo'ldi, уже limit. Mana. Ya'ni boyagi 5 karra, yana 5 karra 10 ta bilan уже to'xtaydi. Mana aytaylik, yana tushib oldi. Xuddi shunaqa. Xo'p, endi qahramonlarga yana bitta to'liqroq tushuntirmoqchi bo'lsam, qaranglar. Mana shu qahramonlarga kirganlaringda bizda qahramonlarda hozircha 4 ta yo'nalishlari bor. Qanaqa degan savollaringga qaranglar. Birinchi yo'nalishimiz bu atakuychi, ya'ni bular hujumchilar. Hujumchilar nima degani? Bular juda katta buff beradi, juda katta uron beradi. Ya'ni mana shundaqa borlariga mana tevasida turibdi-yu. Mana shular juda katta uronga kuchiga ega. Ya'ni mana shunaqa qahramonlar bo'lsa, har bitta boss urayotganda eshitinglar. Bitta mana shundan, bitta prolomchikdan va bitta mundan yoki mun ikkovisidan bittasi bo'lishi kerak. Nimaga? Hozir tushuntirib ketaman. Bular juda katta uron bersa, bular birinchi videoda ko'rsatganman. Pastda sariq yozuvi prolom degan joyi eslangizmi? Ana shu prolomni tez yo'q qiladigan qahramonlar. Keyinchalik video qilaman bunga, tushunib olasizlar. Yana ham bafurja hozir qisqacha tushunib olishlaring uchun tushuntirib ketyapman. Bular aytaylik, mana shu ikkalasini joni tugab qolsa, bular shuga jon qo'shuvchilar, ya'ni haligi istilchi. Bular hamma komandaga, ya'ni masalan aytaylik, komandada endi bulardan bittadan bor bo'lsa, bu ashula joni kamayib qolsa to'ldirib beradi. Bu esa
masalan aytaylik urayotgan bo'lsalaring, mana aytaylik tushuntirib bersam soddaroq qilib. Mana aytaylik, buni kirdilaringlar, masalan tozalamoqchisizlar. Mana 5 ta yo'nalishimiz bor, ya'ni olov, suv, shamol, yorug'lik va qorong'ulik, to'g'rimi? Shu yo'nalishlar bor bo'lsa, bular 2 karra, ya'ni o'rinlang, masalan aytaylik bunda 100% o'rin bersa, mana 150% bersa, bu qahramonlarning qaranglar. Mana qahramonlar 2 karra, mana shu har bittasi mana o'zi chiroq nimaga alohida, suvga, olovga hammasi alohida bor. 2 karra, ya'ni 150 o'rin berayotgan bo'lsa, 300 karra qilib beradi. Juda zo'r, vashi zo'r. Mana hozircha bitta shamoldagi bor xolos. O'shaning uchun tushiringlar, mana shu beshalasini обязательно tushiramiz, chunki bular juda kerakli qahramonlar. O'yinda 150 o'rindan 300 o'rin bersa, kimga kerak emas? Miro ham zo'r qahramon, o'rinlari zo'r, lekin buni faqat pul bilan olsa bo'ladi, boya aytganimdek. Hozircha dans uslublarimizni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Xo'p, buni ham qisqacha lo'nda tushuntirib berdim va endi asosiy temalarimiz, ya'ni soyalarga, artefaktlar va yadrolarga o'tamiz. Hozircha mana shu uchalasini yaxshilab tushunib olamiz va qolganlarini keyingi videolarda tushuntiraman. Xo'p, boya aytganimdek artefakt va yadrolarga juda kerakli joyiga to'xtaldik. So'nggi kirib olamiz. Va artefaktda o'tgan bo'lsalaring, hammaga hozir qanaqa artefaktda bo'lsa, qaytadan yig'ishlarni maslahat beraman. Nega? Chunki bilsalaring, artefaktlar juda katta damage o'ringa ega. Ya'ni boss, guild bosslar urayotganda juda katta o'rin beradi. Hozirgi nimani eslab qolinglar, qaranglar. Xo'p, kuchim 12000, aniqligim 7000, kritik ya'ni bosslarni urish kuchi 727, yana bitta qo'shimcha double 367. Endi artefakt qo'yganda qanaqa bo'ladi bu? Qaranglar. Doim kallaga bizda bo'lish kerak narsa дополнительный ataka bo'lish kerak mana shu narsa. Или ataka protsentni bo'lish kerak. Mana shu ikkalasidan bittasi. Shular kattaroq damage beradi birinchisida va ikkinchisida дополнительный ataka bo'lish kerak yoki ataka protsenti. Pastida veratiy kritik o'rin bo'lish kerak. Chunki o'rin berayotganda juda kuchli buff beradi. Qaranglar, shuni qo'yamiz. Xo'p. Va jiletga xuddi shuni защита protsentda bo'lish kerak, kritik обязательно. Keyin doim har bitta buffning ichida qaranglar, mana shularda bo'lish kerak. Bitta boshni ko'rsatib beraman, pastligini ham bitta ko'rsatib beraman, o'zing ichida o'qib, qarab, ko'rib olaverasizlar. Bunisiga xuddi shunaqa bo'lish kerak, bunisiga esa qo'limizga ataka protsentni, дополнительно verический повышение урона. Hop, oyoq kiyimga doim qaranglar, kritik o'rin qo'yinglar va ichida ataka bo'lsin. Veratiy bo'lsa, ya'ni doполнительный, ya'ni atakalar 2 marta rol o'ynasin. Chunki kuch urayotganda juda buffni zo'r beradi. Va bunga hop tanlaymiz. Mana shunisi juda zo'r tushadi. Bunisiga esa xuddi shu. Hozir bitta alohida tushuntirib beraman, qo'yib oling. Hop, bunisiga bu, bunisiga esa qaranglar. Bu doim xuddi shunaqa statistikada bo'lish kerak. Xohlasalang ichida bundan zo'rroq ham chiqib qolsa alishtirlar. Yana aytaylik, atakani ichida kritik o'rin, pробивание защиты bo'lmasda foiz bo'lsa, alishtirish kerak. Bu xuddi shunaqa. Bu mana bunday. Bunisi esa mana bunday. Bunisi esa mana bunday. Bunisi esa mana bunday. Bu xuddi shunaqa. Har bittasida ataka qatnashsin. Sabab ataka qatnashganda bufflar zo'r bo'ladi, hozir ko'rsataman. Bo'ldi. Yig'ib bo'lganlardan keyin bizda nimasi bor? Усиление degan joy bor. Ya'ni усиление kirganlaringda biz buni mana shu material orqali qachat qilsak bo'ladi. Ya'ni 20 gacha. Bunaqadan keyin ikkita material kerak bo'ladi va kuchaytirganlaringda, kuchaytirmasdan oldin ko'rsataman sizlarga, qaranglar. Endi o'rinim qancha. Atakam 16000 ga chiqdi, boya ko'rsatganda kamida. Точностьim 7400, o'sha. Hozircha kritik o'rinim 4600 ga chiqdi va 4700 ga. Adashmasam 708 ga. Endi kuchaytirganda ko'rasizlar bu qanaqa kuchga egaligini. Qaranglar. 20 ga olib chiqdim. Xuddi shu yo'nalishga kuchaytirilgan. Kirasizlar, ustingni bosasizlar.
va buni maksimalda dayonish kerak. Mana materiallarning yetsa qilinglar, yetmasa 15 da ham o'zi yetadi. Mgновение ustiga qilsalar bittada vaqt olmasdan shuni 20 ga olib chiqaradi. Hop. Yana ustiga kiramiz. Bo'ldi, ko'ringlar. Maksimal levelga chiqdik уже. Mana 78 maksimal level. Endi qaranglar, buffladi. Atakam уже 27000, boya 10000 dan pastida 8000, 16000 ga chiqdi. Aniqligim lekin o'sha. Prosta his qilaylik. Ya'ni so'nchunga doim mana shunday artefaktlar qo'yilgan. Ya'ni har boss turayotganlaringda bu buffni kuchni juda zo'r beradi. So'nchuniki doim artefakt qiladi. Hidrosiga keladigan bo'lsak, hozir hidroim kam. Qaranglar, hidro olish uchun nima qilish kerak? Kirasizlar, mana shu missiyani o'tasizlar. Mana shu missiyada hidro beradi sizlarga mana. Hozircha mana shu hidro tanlang. Mashq qilib qo'yinglar. Mana shu ko'rsam bittasi. Juda mashhur va juda effekti ham, kuchi ham zo'r. Mana shu ikkalasida. Xo'p, endi qahramonlarga o'tamiz. Qahramonlarga qanaqa artefaktlar qo'yish kerak? Qaranglar, mana shu atakasiga egalardi. Videoni tushuntirgan eslaringda bor. Ya'ni xuddi shu yo'laqalarga faqat mana shulardan olib chiqamiz. Ya'ni jinviga qanaqa qilgan bo'lsak, mana xuddi shunaqa statistikalar bo'lishi shart. O'shanda zo'r kuchayadi. Artefaktlar olish uchun esa eslaringda bo'lsa, o'tgan videoda tushuntirganman. Mana shu nimaga kirasizlar, podземельеga kirib turib, tanlab, mana shu ikkalasini tanlab qo'ysalaring bo'ladi. Mana va kirib turib nastroykasiga mana bu yerdan tanlab bemalol qilsalaring bo'ladi. Xo'p. Artefaktlarga o'tamiz yana. Xo'p, hozircha nima qilib qo'yapman? O'zimda borni qo'yapman, artefaktlarim kam. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar umiddaman. Xuddi shunday bo'lish kerak. Ya'ni mana shu atakushi o'sha prolomshiklarga esa doim mana shundan qo'yinglar, mana. Bitta ko'rsatib beraman. Mana ko'rib, o'zingizga qarab yig'ib olasizlar. Nimaga iminda bundan? Bular shunga prolomshik bo'lgani uchun uni ham tushuntirganman. Prolomshik bo'lgani uchun doim shundan yig'ishlaring shart. Hammasi ko'rib oldingan umiddaman. Значит, doim shit kesilganlarga shundan, supportlarga esa qaranglar, ya'ni bizning xilichillarga, jon beruvchilarga doim mana shundan yig'inglar. Kirasizlar yana xuddi shunaqa. Men kiraman. Hop, artefaktlarga. Bu mavzuni yana alohida ochamiz artefaktlarda. Hozir men qisqacha, ya'ni tushunarli bo'lish uchun, boshlang'ichlarga yaxshi tushunarli bo'lish uchun tushuntiryapman. Keyin yana bitta alohida to'xtalamiz. Ya'ni artefaktlarga ko'paytirib qo'yganimda alohida yana shug'ullanamiz. Xo'p, supportlarga qaytadigan bo'lsak, qaranglar, bu kerak emas. Supportlarga esa mana shundan doim. Ya'ni jon beruvchilarga shunda, stixiya nagruzkani 2 karralarga beradiganlarga bundan. Endi atakushilarga bundan, atakushilarga bundan, bular shit beruvchilarga bundan qo'yasizlar. Tushunarli? Bular to'liq shu komplekt bo'lish kerak. Ya'ni haligi bizga jon beruvchilar, 2 karra haligi uron beruvchilar bundan bo'lish kerak. Hamma tushundi degan umiddaman. Va shu yerdan yana nastroykasida to'g'rilab olsalaring bo'ladi. Xo'p, agar xilichil qo'yadigan bo'lsalaring, bravinni qo'yadigan bo'lsalaring, qaranglar. Buni пересобирать qilasizlar, kirasizlar. Effektga kirib turib, bularga faqat qaranglar. Zarur ataka bilan uni tanlaysizlar. Bunga ikkalasi, bunga ikkalasi, oyoq kiyimga bu ikkalasi bo'lish kerak. Uchalasi ham bo'laveradi. Mana shu 3 ta komplekt. Brasletga faqat shu. Bular 5 xil bo'laveradi. Bularga esa buni emas. Mana, ya'ni shit kesuvchilarga doim mana u, nimalarga bunisi.
yoki uchovsini ham qo'yib qo'ysalaring ham bo'laveradi va unga oxiri shu. Xuddi shunaqa tartibda bo'lishi kerak. Bunisi shu holda qolaveradi. Chuvollaring. Xo'p. Gidrolarga o'tadigan bo'lsak, xo'jinkilar ham xuddi shunaqa gidrolardan qo'yamiz, o'ziga qarab ataka bo'lsin. Gidrolarga keyin bafurja yana qaytadan to'xtalamiz. Xuddi shunaqa. Xo'p, yana nimada haqida kelishgandik va sizlarga yana eslatib o'taman. Ashularda artefaktlar cho'tki qo'yib kelganda sizlarda boyovoy urinlaring avtomatik cho'tki bo'ladi. Ya'ni boshida men esimda bor 24 edi. O'sha artefaktlar qo'yib chiqqandan keyin o'sha men 30-levelga chiqdim. Buni o'sha keragi yo'q. Umuman o'sha ko'tarishlarning foydasi yo'q. Chunki bu 150 olib ketsa ham, ularning past bo'ladigan bo'lsa, uronlaring umuman ahamiyat bermaydi va qahramonlarni kuchaytirganda bir xil olib ketinglar. Mana shu sirka hamma qizillarni hammasini to'liq kuchaytiradi. Ya'ni uchovsini kuchaytirsam bo'ldi emas, hammasini. Bular esa kerak emas. Bular umuman kerak emas. Mana shularni hammasini kuchaytirib mag'ishlaringni maslahat beraman. Sizlar bilan Orise X bo'ldi. Keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha sog', salomat, omon bo'ling.